Ona yurtga muhabbat qanday ifoda etiladi? So'z bilanmi yoki ohang bilanmi? Uning ko'rinishi qanday bo'lmasin, yurakdan aytilishi, yurakdan kuylanishi kerak. Bir vatan turli millat ohangida. Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabat bilan Nuroniy jamg'armasi viloyat bo'limi tomonidan tashkil etilgan madaniy ma'rifiy tadbir Andijonda istiqomat qilayotgan turli millatlar vakillarining ona vatanga bo'lgan muhabbatini yorqin ko'rsatib berdi. Vatan tug'ilgan maskangina emas, qalbingiz urayotgan manzildir. Qalb bu manzilga muhabbatni she'r bilan, qo'shiq bilan izhor etadi. Ona yurtga izhorlar qaysi tilda aytilmasin, ular yuraklarga yetib boradi. Ishonmasangiz, Andijon shahrida bo'lib o'tgan Bir vatan turli millat ohangida nomi ostida bo'lib o'tgan mana bu tadbirga qarang. Beixtiyor uyg'urcha qo'shiqning sho'x ohangi davradagilar kabi raqsga chorlaydi. Rus, arman, koreys, qirg'iz milliy madaniy markazi vakillari bilan jo'rlikda kuylashga tushib ketganimizni ham sezmay qolasiz. Men bir so'zni aytganda juda xursand bo'laman. Mana shu Andijonimizning gullab yashnashida bizning Uyg'ur millatiga mansub bo'lgan fuqarolarimiz ham sidq dildan ishtirok etayotganligi va bugun mana shu davlat mukofotlariga sazovor bo'lib, oltin fermerlar, juda katta tashkilot muassasalarining rahbarlari o'z vijdonan ishlayotganidan bu millatga bo'lgan e'tirof va e'tibor deyman. Biz qaysi millat vakili bo'lmaylik, biz O'zbekistonning chin ma'noda xalqining bir bo'lagi ekanligimizdan faxrlaman. Aziz vatandoshlarimni mana shu mustaqilligimizni 35 yillik bayrami bilan chin dildan tabriklayman. Yurtimiz osmon musaffo bo'lsin. Mana shunday biz onalar bag'rimiz but bo'lsin, otalarning boshi baland bo'lsin, yoshlarimiz o'ynab kelsin. Dunyoga nazar solsak, mana shu dunyoda qayerdaki tinchlik, osoyishtalik bo'lsa, o'yin kulgi yarashadi. Shunday ekan, bizni tinchligimizga ko'z tegmasin. Dunyo xalqlari ham mana shunday tinchlik, osoyishtalikdan bahramand bo'lsin. Bayram barchaga muborak bo'lsin. Bejiz O'zbekiston do'stlik va bag'rikenglik zamini deb e'tirof etilmaydi. Chunki bu yurtda asrlardan beri ko'plab millatlar, elatlar yagona oila farzandlardek tinch totuv yashab, vatan taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelmoqdalar. Shu muqaddas zaminni ardoqlab, mehrini ijodida namoyon etishmoqda. 130 dan ortiq millat va illat yashaydi O'zbekistonda. Men shu millatlarning orasida bittasiman. Andijon viloyat Arman milliy madaniy markazi tomonidan barchamizni shu bayram bilan tabriklayman. O'zbekistonimiz kelajagi juda ham buyuk, juda ham ulug', yoshlarimiz juda ham kuchli va juda ham iste'dodli. Andijonda tug'ilganimdan men juda ham xursandman. Andijon shahrini yaxshi ko'raman. O'zbekistonimni yaxshi ko'raman. Chunki shu Andijonda qarang, 5 ta milliy madaniy markaz bo'lsa, 5 ta milliy madaniy markaz biz shunaqa inoqmizki, tug'ilgan kun qilamizmi, bayram qilamizmi, hali boshqa qanaqadir tadbir bo'ladimi, biz hamisha birgamiz. Shu xalqlar do'stligi degan narsa menimcha shu bo'ladi. Vatan ona kabidir. Ona farzand tanlamagandek, vatan ham millat tanlamaydi. Uning bag'ri ona bag'ridek keng. Undan qardosh xalqning manas eposi jaranglab eshitila boshlandi. Ey kundun kun ötür, kun mezgili geliptir. Aydan ay ötür, ay mezgili geliptir. Oşo gezler manas, jetige jaşı toluptur. Bunu koydan atı çok zindi, bunu çımana satın kim bildi. Vatan unda kuylangan har bir qo'shiq do'stlik, shukronalik tarannumidir. Bu millatlarni bir O'zbekiston xalqi degan ulug' nom ostida birlashtiruvchi ohangdir.